Dada! Dada! Assalomu alaykum otajonim. Meni otam Tinchmisan? Qalaysan? Yaxshi bo'lib keldingmi? otajonim, mehribonim. Otam qarang. Sizga nima deb olib keldim deb o'ylaysiz? Bilmasam? Umraga yo'llanma otajonim. Ya umraga-ku bu. Ya maşallah rahmat o'g'lim. Otajonim. Rahmat bolam. Men aytdimki, men uddalayman ota. Gap yo'q. Farzandingiz davrida mazza qilib yashaysiz inshaalloh. Rahmat o'g'lim. Juda xursand bo'ldim. Men xursandman shundan. Rahmat bolam. Yig'lamang ota. Hali bundan zo'rlanmayman ota. Mashinalar eng zo'r mashinalar olib beraman ota. Yig'lamang otajonim. Ikkinchisi mana yana bitta bor ota mana. Bu kimga deb o'ylaysiz? Sertifikat, ya'ni menga berilganda, ya'ni onamni ozgina mazzalari yo'qligi uchun davolanishga ketganlari sababli onajonim biz borib kelganimizga inshaalloh boradilar. Albatta, u nikohlarga bormaymiz va otajonim o'zim Ka'bada yelkamda sizga aytardim-ku, otajonim yelkamga chiqarib men sizni aylantiraman dedi. Rahmat. Inshaalloh men nasib qilgan ekan 22-sanaga